Yangi 2026 Chevrolet Lacetti sahnaga qaytdi va bu safar dizayn, texnologiya hamda narx-sifat balansi bilan yana o'z sinfida kuchli raqobatchiga aylandi. Avvalambor, Lacetti tarixiga qisqacha to'xtalsak, ushbu model ilk bor 2002 yilda taqdim etilgan va uzoq yillar davomida o'zining ishonchliligi, tejamkorligi hamda servis arzonligi bilan mashhur bo'lgan. 2026 yilgi avlod esa shu merosni zamonaviylashtirilgan shaklda davom ettiradi. Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы увидеть такие автомобили. Kuzov liniyalari ancha agressiv, LED optikalar to'liq yangilangan, radiator panjarasi esa Chevroletning yangi dizayn falsafasini aks ettiradi. Salonda ikki katta ekran, raqamli panel, yumshoq materiallar va yaxshilangan shovqin izolyatsiyasi mashinaga ancha premium kayfiyat beradi. Bunga qo'shimcha ravishda 2026 Lacetti'da yangi multimedia tizimi, smartfon bilan to'liq integratsiya, 360 kamera va adaptiv yordamchi funksiyalar mavjud. Bozor raqobatchilariga nazar tashlasak, u asosan Hyundai Accent, Kia Rio va Renault Logan bilan bir qatorda turadi. Raqobatchilardagi kabi ixcham kuzov, 1.5, 1.6 litrlik tejamkor dvigatel, ammo Lacettidagi multimedia sifati, ichki makon kengligi va servis xarajatlarining pastligi uni yanada jozibador qiladi. Shuningdek, arzonroq ehtiyot qismlar, oson ta'mirlash va gunga xos ishonchlilik bu modelning yutugi. Texnik jihatdan u 1.5 yoki 1.6 litrlik benzin dvigateli bilan taqdim etilishi kutilmoqda.